O'sinim qizli uylarga borsalar, men ham ular bilan chiqib olaman. Qizli uylarga borgim kelaveradi-da. Hamma katta kelinlarni yomon deydi. Hozmasligi ideal katta kelinlar haqida gapirib beraman. Agar sizga ham opa-singildek o'sin bo'lish qiziq bo'lsa, men sahifamga obuna bo'lib qo'ying. O'sinlikda menga yetadigan erkasi yo'q. Katta o'sinimga shunaqa erkakliklar qilganman. Eng kelinligimda opajon, xonamni tozalashib yuboring, opajon, postelni alishtirib yuboring, opajon, kirlarimni osib bering, opajon, xonamni plyusos qilib bering, o'qishga ketganimda iltimos ovqatni siz qiling deb har safar aytardim. Mayli, bir ham erkaksiz deb qilib qo'yardilar. Hamma bolasini oyisiga tashlasa, men bolamni o'sinimga tashlardim. Farzandli bo'layotganda ham hamma onasiga telefon qilib yig'lasa, men o'sinimga telefon qilib yig'laganman. Homiladorlik paytimda ham madragimga yotatsam, xo'jayinlar ko'tarib kirardilar, o'sinimni aytardilar, o'sinimni yegisi kelayotgan ekan deb. Bolali bo'lganimizdan keyin o'rtamizga sovchilik tushib ketadi deb o'yladik. Katta o'sinim bolalarga nima olsalar, meni bolamga ham xuddi shu narsani oladilar. Nima pishirsalar, bolamga ham pishiradilar, yedirsalar, yediradilar. O'shaning uchun ham bolnitsalarga yotsam ham polniy o'sinimda qoladi bolam. Agar sizga ham shu o'sin kerak bo'lsa, menga o'xshab o'zingiz oppangizga o'sin bo'ling.